Assalamu alaykum. Allah namuş vaxt xeyirlik olsun. Bugün kitap oxuşdan başlayalım yine. Tefsir cevherleri. Allah. Nerede kaldı bu ya? Düşenbede mi kaldım ben?
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ötmüşlerdeki inkarçılarının özlerine əvətilgən peyğəmbərlərdən şümpal ilişi, ular umlaşqan yolsuzluq idi. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bunun işaret kılmakta. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Yani ular eğer birer yaxşılıqqa erişse, biz bunun haqlığımız deydi. Eğer başlarına birer yamanlıq gelse, bu Musa ve onun bilen billi bulğanlarının şumluğunu keldi deydi. Onlara yetken yaxşılıq bilen yamanlıq Allah'ın takdiridir. Lekin onların tolusu bunu bilmeydi. Ve in tusibhum seyyiyetun yaqulu hazihi min indik. Yani eğer ular birer ziyan zahmetlikке uçursa, bu senden buldu deydi. Samud qavmi o'ltiraqlashgan shaharda qabila a'zolari ichida so'z o'tadigan 9 nafar kattibash bo'lib, ular shaharda hamisha buzg'unchilik teriydi. Hargizmi yaxshi ish qilmaydi. Bu buzg'unchilarga Solih alayhissalomning da'vati yoqmaganlikdan ular unga birinchi bo'lib qarshi chiqqan va uni yo'qotish uchun turli suiqasdlarni planlashgan edi. Shunday qilib, ular o'z orasida Alloh taolaning nomini atab qasam qilishib, Solih alayhissalomni va uning ergashgan mo'minlarni bir kechada o'ldirib, yo'q qilib etish planini tuzishgan edi. Ular Solih alayhissalom bilan uning ergashgan mo'minlarni o'ldirib bo'lgandan keyin ularning oilasiga biz ularni ko'rmadik, ular o'ldirilgan chog'da biz ularning yanida yo'q edik deb qutlashga kelishib olgan edi. Ammo Alloh taoloning tadbiri va hikmati boshqacha edi. Alloh taolo ularning bu razil suiqasdini barbod qilib etib, ularni to'ydirmayli butunlay halok qilib etdi. Xuddi boshqalarga ko'lgan o'g'riga o'zi tushibdi degandek, haqdinga qarshi suiqasd planlaganlarning bu suiqastlari ularning o'zlariga yondi. Alloh taolo ularni qattiq bir ovoz bilan butunlay halok qilib etdi. Mana bu odamsiz qilib xarobiga aylanib qolgan joylar aslida ularning uy imoratlari bo'lib, ularning kufrini tanlab o'ziga o'zi zulm qilganligi va yo'lsizligi tufaylidan ana shunday odamsiz qolgan. Aqlini ishlatib vaqaliklarni to'g'ri tahlil qiladigan va ibrat olishni biladigan qavm uchun albatta buningda cho'ng ibrat va saboqlar bor. Solih alayhissalom bilan birlikda Alloh taologa iymon etgan va uning asiylik qilishni saqlanib taqvolik yo'lini tutgan kishilarni Alloh taolo bu azobdan saq-salomat qutqizib qoldi. Chunki Alloh taolo iymon etgan va taqvolik qilgan bandalarga hamisha yordam qilib, zolimlarni haqiqatni qabul qilishdan yuz o'rgan hakovurlarni eng ibratlik azoblar bilan jazolab kelgan. Bu Alloh taoloning o'zgarmas qonuniyatidir. Muhim nuqtalari: haqiqat bilan saxtlik o'tirisiga to'qinish, saxtlik taltoks yo'qolgan qadar davomlashadi. Ikkinchi, birovdan shumpal ilish to'g'ri emas. Chunki yaxshilik, yomonlik, foyda ziyon hammasi Alloh taoloning taqdiri bilan bo'ladi. Gunoh masiyatlarga berilib ketish buzg'unchilikdir. Taat ibodat qilish yaxshilikdir. Butlarga cho'qinadigan mushriklarmi Alloh taoloning borligiga ishonadi. Qasam qilganda Alloh taoloning nomi bilan qiladi. Lekin ular Alloh taoloning bir ekanligini e'tirof qilmaganlik uchun kofirlardan sanaldi. Alloh taolo zolimlarni kechikib bo'lsa-mu cho'qim jazolaydi va ularni jazolaganda cho'qim ibratlik jazolaydi. 6. Haqiqiy nijotlik iymon bilan taqvolikdir. Lut alayhissalomning qissasi. Bismillahirrahmanirrahim. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. Tercümesi 54. ayet. Lut'umu öz kavmiga payg'ambar qilib avatgan edik. O'z vaqtida u qavmiga sizlar qarab turib qabih ishni bechvozlikni qilamsizlar. 55. ayet. Sizlar rastlı ayollarni qo'yib, jinsiy talpinlarni erlar bilan qandiramsizlar. Sizlar intayin nodon qavm ekansizlar degan edi. Tafsiri. Alloh taolo Lut alayhissalomni Sadum aholisiga payg'ambar qilib avatgan bo'lib, Sadum aholisidagi erlar ayollarni qo'yib, erlarga jinsiy tarafdan chaqildigan axloqsiz odamlar edi. Lut alayhissalom ularga noit chiroyli va ta'sirli vaz-nasihatlarni qilgan bo'lsa-mu, ular Lut alayhissalomning chiroyli so'zlarini anglamagan.
nasihatlarni qabul qilmagan edi. Ular shunday qilsa-mu, Lut alayhissalom yana ularni bu qabih qiliqning oqibatidan ogohlantirishni to'xtatmagan. Ularga nasihat qilishdan voz kechmagan edi. U bir kuni qavmiga kelib, mundoq degan edi: "Ey qavmim, sizlarning qilayotgan bu qilqinglarning naqadar yirginishlik qabih qilmish ekanligini sizlar obdan bilasizlar. Qarab turib, yana bu qabih qilmishni davomlashtiramsizlar. Sizlarga xotin bo'lishga yaratilgan ayollarni qayirib qo'yib, erlardan jinsiy talabinglarni qondiramsizlar. Rostni aytsam, sizlar bekmi nodon qavm ekansizlar. Sizlar bu qabih qilmishinglarning xatirini va sizlarga vatilgan payg'ambarning da'vatining haqligini bilmaysizlar." Muhim nuqtalari. Birinchi, axloqiy jihatdan chiriklashgan millat halokatga mahkumdir. Ikkinchi, erlarga jinsiy tarafdan kelish, yana bachchavozlik zinoning eng cho'ng bo'lib, bundaq qilg'ishlar hayvondan battar maxluqlardir. Uchinchi, yomon ishga odatlanib qolganlarga ularning qilmishlari yomon ko'rinmaydigan bo'lib qoladi. To'rtinchi, oshkora gunoh mahsiyat sodir qilishning gunohi maxfiy qilgandan cho'ngdir. Lut alayhissalomning qavmining halokati. Bismillahirrohmanirrohim. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. ترجمة 56 oyat. Ularning birdan-bir javobi: Lutning oila a'zolarini yurtinglardan haydab chiqaringlar, chunki ular o'zini pok hisoblaydigan insonlardir, deyishdan iborat bo'ldi. 57 oyat. Biz uni va ayoldan boshqa oila a'zolarini qutqizdik. Taqdirimiz bilan u ayolni halok qiluvchilar qatoridan qildik. 58 oyat. Biz ularning ustiga toshdan yomg'ir yog'dirdik. Ogohlantiruvchilarga yog'dirilgan yomg'ir nima degan yomon? Tafsiri. Lut alayhissalomning ogohlantirishlarga qavmining bergan javobi: Lut alayhissalomni va unga iymon etgan mo'minlarni oilasi bilan qo'shib yurtidan haydab chiqarganligi bilan tahdid silishdan iborat bo'ldi. Bu haqiqatan to'liq adolatsiz hukm edi. Ma'lumki, qandaqli bir jamiyatda razillik ommalashsa, bundaq bir jamiyatning odamlarning ko'ziga razillik, fazilat bo'lib ko'rindi. Axloqli kishilar ayblanib, axloqsizlar olqishlandi. Lut alayhissalomning qavmi haqiqatan axloqsiz qavm edi. O'z vaqtida Lut alayhissalom bilan uning yendagi mo'minlarning pokligi, asl fazilati va go'zal axloqi bu axloqsiz qavm uchun tahdid bo'lib ko'ringan edi. Chunki ko'rimsiz go'zallikni o'zi uchun tahdid, nodon olimni o'zi uchun dushman deb biladi. Emasmi? Ammo Alloh taolo ularning qilmishidan va bu razil planlardan hargiz muqobil emas edi. Albatta, uni butun tafsiloti bilan bilib turadi. Zalim qavm toza haddan oshgandan keyin Alloh taoloning ularni jazolash amri keldida, ularning ustiga noyat shiddatli tosh yomg'iri yog'dirish bilan bu kofir qavmni butunlay halok qilib etdi. Ularning ustiga yog'dirilgan tosh yomg'iri haqiqatan halok qilg'uchi yomg'ir edi. Faqat Lut alayhissalom va uning oila a'zolari bu halokatdan salomat qoldi. Ammo Lut alayhissalomning ayoli halok bo'lg'uchilar bilan birga halok bo'lib tugashdi. Chunki u ayol kofir qavmning tarafini tutgan bo'lib, Lut alayhissalomga iymon etmagan edi. Haddan oshgan zolimlarning oqibati ana shunday ibratlik bo'ldi. Muhim nuqtalari: botilning qo'g'dug'ichlari haqiqat oldida yengilgan hamon kuch ishlatishga yuzlandi. Iymon bilan bog'lanmagan har qanday beqillik oxiratda foydasizdir. Iymon bilan bog'lanmagan har qanday yiqillik oxiratda foydasizdir. Uchinchi, zulm bu dunyoda azobga duchor bo'lishning birinchi sababidir. To'rtinchi, iymon bilan taqvolik Alloh taoloning azobidan saqlanishning qalqinidir. Alloh taoloning birligiga va qudratiga dalolat qilgan alomatlar. Bismillahirrohmanirrohim. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل أنتم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا
أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادراك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. Tercümesi ey peygamber etkin ki barlıq əmsina Allah xastır amallıq onun peygamberliği tanlagan bəndilərgi bolsun. Allah yaxşımı yoki ularning Allahqa şerik qilib olgan narsalarmı? 60. Ularning Allahqa şerik qilib olgan narsaları yaxşımı yoki osmonlarni va zaminni yaratgan, sizlarga osmondan yomg'ir yog'dirib bergan zotmi? Aşı yomg'ir bilan daraxtlarni o'stirish, sizlarning qo'linglardan kelmaydigan go'zal bog'larni yetishtirib berdik. Bu ishlarni qilishda Allah bilan billa biror iloh bormi? Yo'q. Balki ular haqiqatan burilib ketgan qavmdir. 61. ayet. Ularning Allohga shirk qilib olgan narsalari yaxshimi yoki zaminni turalg'i qilgan, uning har qaysi taraflarida daryolarni oqizgan, uning ustida mustahkam tog'larni o'rnatgan. Birining suyi tatliq, yana birining suyi tuzliq, ikki dengiz orasida to'siq paydo qilgan zotmi? Bu ishlarni qilishda Alloh bilan billa biror iloh bormi? Yo'q. Balki ularning to'lisi Allohning qudratini bilmaydi. 62. ayet. Ularning Allohga shirk qilib olgan narsalari yaxshimi yoki beshig'i kun tushgan, odam duo qilsa ijobat qiladigan, uning beshig'i kelgan ig'irchilikni ko'tarib yetadigan va sizlarni yer yuzining o'rinbosarlari qilgan zotmi? Bu ishlarni qilishda Alloh bilan billa biror iloh bormi? Yo'q. Sizlar to'limi oz ibrat olasizlar. 63. ayet. Ularning Allohga shirk qilib olgan narsalari yaxshimi yoki quruqliqning va dengizning qorong'uliqlarida sizlarga yo'l ko'rsatib beradigan, rahmati bo'lgan yomg'irdan ilgari shamollarni bishorat qilib avatadigan zotmi? Bu ishlarni qilishda Alloh bilan billa biror iloh bormi? Yo'q. Alloh ularning shirk keltirgan narsalardan albatta ustundir. 64. ayet. Ularning Allohga shirk qilib olgan narsalari yaxshimi yoki maxluqotni dastlabda yaratgan, andin uni tirildiradigan, sizlarni osmondan va zamindan rizqlantiradigan zotmi? Bu ishlarni qilishda Alloh bilan billa biror iloh bormi? Yo'q. Ey payg'ambar, aytqanki, agar Allohning shirki bor degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, dalilinglarni keltirib beqinglar. Yana aytqanki, osmonlardagi va zamindagi g'aybni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Ular o'zlarining qachon tirildirganligini bilmaydi. Ularning oxirat to'g'risidagi ilmi yetildimi? Yo'q. Balki ular oxirat to'g'riliq shek-shidir. Balki bu haqda ko'rdir. Tafsiri. Ey payg'ambar, aytqanki, barliq hamsona kofirlar yomon ko'rgan taqdirdimi, haq dinni butun dinlardan ustun qilish uchun Muhammad alayhissalomni hidoyatning yetakchisi qilib avatgan Alloh taologa xosdir. Alloh taologa ko'plab shukr qilaman. Alloh taolo ey payg'ambar aytqanki, barliq hamsona Alloh xosdir. Amalliq uning payg'ambarligiga tanlagan bandalariga bo'lsin degan oyat orqali insoniyatga Muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib avatib, uningga Qur'on Karimdan iborat doimiy mo'jizani ato qilganlik va islom ummatini hidoyat qilganlik ne'matini bayon qildi. Dunyo va oxiratning amalligi insonlar orasidan tanlab chiqarilgan, dinni yetkazish joyi yo'lida jafo mushaqqatlarga o'zlarini atagan, ozg'unlarning aziyatlariga sabr qilib yo'lini davomlashtirgan payg'ambarlarga va ularning yo'liga varislik qilgan mo'min bandalarga bo'lsin. Ey payg'ambar, qavmining ichidagi mushriklarni so'rab baqqinki, kishilarga foyda yetkazishga qodir bo'lgan va hamisha o'z ilgari bo'lgan Alloh taolo yaxshimi yoki hech kimga foyda yetkazolmaydigan, hech kimni ziyonini qo'dab qilolmaydigan, hatto o'zining ziyon zahmatdan qo'rqitib olmaydigan ashu ojiz butlarmi?
Yuqorqi oyatlardan savollar Alloh taolodan boshqa hech qanday iloh yo'qligini, koinotni idora qilishda, koinotdagi ishlarni boshqarishda Alloh taolo bilan birga biror iloh yoki biror yordamchi yo'qligini, Alloh taoloning barcha soxta ilohlardan albatta yaxshi va afzal ekanligini ta'kidlash uchun keltirilgan. Bu savollar orqali hammaning yaratquchisi, hammaga rizq berguvchi va hammaning parvarishchisi bo'lgan yagona Alloh taologa ibodat qilishdan bosh tortib, butlarga cho'qinadigan mushriklarning bu qilmishi qattiq ayblangan va ularga qilmishning oqibati to'g'riliq ogohlantirish berilgan. Payg'ambar alayhissalom har qatim bu oyatni o'qigandan keyin balillahu xayru va abqo va ajalun karim va ajalun va ajalu va akram. Ya'ni albatta Alloh yaxshidir, u mangulikdir, u hammadan ulug' va hammadan karamlikdir deydi. Ondan Alloh taolo o'zining ibodat qilinishga tamoman haqli bo'lgan yagona ma'bud ekanligiga dalolat qiladigan misollarni bayon qiladi. Osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi barliq mavjudotning yaratquchi egasi, hammaning rizq berguvchisi, yordam tilab duo qilg'uchining duosini ijobat qilib, uning hojatlarini ravo qiladigan madadkori, ozg'unlikqa patqanlarga shafqat qilib, ularni hidoyat qilg'uchi Rabbidir. Kelajakda bo'ladigan ishlarni va insonlarning bilish doirasi sirtidagi ishlarning hammasini biladigan yagona zot Alloh taolodir. G'ayblarni Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydi, hatto payg'ambarlarmi bilmaydi. Bu misollarning hammasi Alloh taoloning birligini ve kamali kudretini gösteren delillerdir. Muşu haqiqatlarni bu dunyoda bilmaganlar qiyomat kuni cho'qim biladi. Ammo u chog'da bilgandan nimaga foydasi bo'lsin? Ey mushriklar, aytinglarchi, hech ish qila olmaydigan, birovga manfaat yetkazish u yoqda tursin, o'zini qo'lday olmaydigan ashu butlar yaxshimi yoki osmonlarni va zaminni yaratgan, sizlarga osmondan yomg'ir yog'dirib bergan Alloh taolo yaxshimi? Albatta Alloh taolo yaxshidir. Ey insonlar, biz osmondan tushirgan shu yomg'ir suyi bilan bir tal darxini o'stirishmi qo'linglardan kelmaydigan nurg'un go'zal bog'larni sizlar uchun yetishtirib berdik. Ahvol shundoq tursa, hammani Alloh taolo o'zi yaratgan va paydo qilgan tursa, yaratish babida Alloh taolodan boshqa biror iloh bormi? Shaksizki, Alloh taolodan boshqa hech qanday iloh yo'qdir. Ey mushriklar, hammani yaratgan ulug' Rabbimiz Alloh taolo hech narsani yaratolmaydigan soxta ilohinglarga, shu butlaringlarga o'xshamdi. Afaman yaxluqu kaman la yaxluq. Afala tazakkarun. Ya'ni yaratgan Alloh bilan hech narsani yaratolmaydigan butlar o'xshash bo'lamdi. Buni o'ylab boqmamsizlar. Shaksizki Alloh taoloni qo'yib maxluqotni ma'bud qilib olgan yoki Alloh taologa ibodat qilish bilan birga ashu soxta ma'budlarga cho'qinadigan insonlar rostla haqiqatan tamoman burilib ketgan azg'unlardir. Ey mushriklar, aytinglarchi, butlar yaxshimi yoki zaminni insonlar, hayvonlar va jami maxluqotning yashash uchun turalg'u qilib bergan, uning har qaysi taraflarida daryolarni va eriqo'stonlarni oqqizgan, zaminning tavrab ketmaslik uchun uning ustida mahkam tog'larni o'rnatgan. Birining suyi tatliq, yana birining suyi tuzliq, ikki dengiz orasida ko'zga ko'rinmaydigan to'siqlarni paydo qilgan Alloh taolo yaxshimi? Albatta Alloh taolo yaxshidir. Zamin o'z orbitasida nihoyatda tezlikda aylanib tursa-mu, uning ustida yashayotganlarning muqim va xotirjam holda hayot kechirayotganligi albatta Alloh taoloning kamoliy qudratini namoyon qiladigan alomatlardan biridir. Ba'zi vaqtlarda zaminning ba'zi joylarida yer tavrisimu boshqa joylarga ta'sir qilmaganligi insonlarga yer yuzidagi amonlikning ne'matini tunutadigan bir hodisadir. Chunki ba'zi insonlar zaminning tavirmay jim turishini tabiatning o'zgarmas qonuni deb tushunadi. Şuna Allah Teala ba'zida yer tavrish ofatini paydo qilish orqali hamma ishning Alloh taoloning ilgilishganligini, Alloh taolo xohlasa yer yuzini shundoq tavritib hammani halok qilib o'tishga albatta qodir ekanligini eslatib qo'ydi. Albatta ana shundoq noyati aniq tursa, Alloh taolo bilan birlikda biror iloh bor degili bo'lamdi. Agar shundoq bo'lsa edi, koinotning nizomi allabirun buzilgan va hamma nobud bo'lgan bo'ladi. Law kana fihi ma alihatun illalloh lafasadata. Ya'ni agar osmon zamin ikkisida Allohdan boshqa ilohlar bo'lsa edi, u ikkisining va barliq koinotning nizomi albatta buziladi. Ey mushriklar, butlar yaxshimi yoki beshar kun tushganda butun ixlosi va ishonchi bilan duo qilib, yordam so'ragan odamning duosini ijobat qilib, uning beshiga kelgan ig'irchilikni ko'tarib o'tadigan va maxluqotning orasidan sizlarni tanlab chiqib, sizlarni bir-birining o'rnini bosadigan
Bir-birinin o'rnini bosadigan qilgan Alloh taolo yaxshimi? Albatta Alloh taolo yaxshidir. Bu ishlarni qilishda Alloh taolo bilan billa biror iloh bormi? Albatta yo'q. Ey mushriklar, sizlar shundoq ozg'in qavmki, to'liq oz o'ylaysizlar, tafakkur qilmaysizlar, ilgirkilarning oqibatlaridan ibrat olmaysizlar. Butlar yaxshimi yoki quruqlikning va dengizning qorong'uliqlarida sizlarga yulduzlarning yordami bilan yo'l ko'rsatib bergan, rahmatining va shafqatining ifodasi bo'lgan yomg'irni yog'dirishining oldida shamollarni bishorat qilib avatilgan Alloh taolo yaxshimi? Albatta Alloh taologa yaxshidir. Bularning hammasini kim qilyotidi? Alloh taolomi yoki sizlarning butlaringlarmi? Albatta Alloh taolo qilyotidi. Bu ishlarni qilishda Alloh taolo bilan billa biror iloh bormi? Albatta yo'q. Alloh mushriklarning shirk keltirgan narsalardan albatta pokdir. Ey mushriklar, butlar yaxshimi yoki maxluqotni dastlab yaratgan, anan ularni terildirdigan, sizlarni osmondan yomg'ir yog'dirib berish va zamindan o'simliklarni chiqarish bilan rizqlantirib turayotgan Alloh taolo yaxshimi? Albatta, Alloh taolo yaxshidir. Bularni cheksiz qudrat egasi bo'lgan Alloh taolo qilamdi yoki sizlarning butlaringlarmi? Albatta, Alloh taolo qiladi. Sizlar bu ishlarning hammasini yagona Alloh taoloning qildiganligini e'tirof qilgan bo'lsanglar, aytib beqinglarchi, sizlarning Alloh taoloning shirki bor degan so'zinglar aqlga sig'amdi, hargizmi sig'maydi. Ey payg'ambar, bu kofirlarga aytqinki, agar sizlar Alloh taoloning shirki bor deydigan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, qani dalillaringlar bo'lsa keltirib beqinglar. Haqiqat shuki, Alloh taolodan boshqa osmonlardagi va zamindagi hech kim g'aybni bilmaydi. Hatto payg'ambarlarmi, farishtalarmi bilmaydi. Qiyomatning vaqtini bilishmi, buning jumlasidan bo'lib, uni Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydi. Alloh taolo oshkora va yoshirin hammani aniq bildi. Innalloha indahu ilmus saati va yunazzilul g'aysa va ya'lamu ma fil arham. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Yani şeksizki kıyametin vakti doğrusidagi bilim Allah'ın dergahidir. Yağmurni Allah yağdırdı. Balayatqulardagilarni Allah biladi. Hech kim aytan nimalarni qildiganligini bilmaydi. Hech kim o'zining qayerda o'tadiganligini bilmaydi. O'ladiganligini bilmaydi. Shaksizki Allah hammani bilib turg'uchidir. Hammadan to'liq xabardadir. Alloh taolo Muhammad alayhissalomga mundaq deyishni ta'lim bergan. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Yani ey payg'ambar aytganki, Allohning xoliqidan boshqa o'zimga foyda yetkazish, o'zimni ziyondan qo'g'dab qilish mening qo'limdan kelmaydi. Agar men g'aybni biladigan bo'lsam, o'zimga nurg'un yaxshiliklarni ilib kelgan, ziyon zahmatga uchramagan bo'lardim. Men faqat iymon etadigan qavm uchun ogohlantiruvchi va xushxabar berguvchi qilib avatilgan payg'ambarman. Bularning hammasi Alloh taoloning zotida, sifatlarida va kuch-quvvatda yegona ekanligini ta'kidlagandan keyin uning ilm hikmatida yegona ekanligini ifodalaydi. Bularning hammasi Alloh taoloning har jihatda yagona iloh ekanligini ko'rsatib turmoqda. İnsanlar o'zlarining qachon terildiganligini hargiz bilmaydi, chunki qiyomat ularga tuyuqsiz keladi. Halbuki kofirlar uning ishonmaydi. Ular azobni ko'rgan chaqda hammani biladi va hammaga ishonadi. Ammo u chaqda bilganning va ishonganning nimaga foydasi bo'ladi? بل ادراك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. Yani kafirlarning oxirat to'g'risidagi ilmi yetildi-mi? Ular bu haqda to'liq ma'lumotga ega bo'ldimi? Yo'q. Balki ular oxirat to'g'riliq faqat shak ichida yuradi. Uni ishonmaydi. Oxirat haqiqatlariga qarata ular ko'rdir. Ba'zi mufassirlar bu oyatga mundaq ma'no aytgan. Oxiratga ishonmagan kofirlar bu dunyodan ayrilib, oxiratga borganda amaliyotni ko'rgandan keyin ularning oxirat haqidagi ilmi yetiladi va uning haqiqatligini biladi. Ammo ular bu dunyodagi chog'larda shak ichida edi. Balki oxirat to'g'riliq ko'zlari ko'r edi. Yana ba'zi mufassirlar ularning oxirat to'g'risida hech qanday ilmi yo'q. Ular oxirat to'g'riliq hech narsa bilmaydi. Balki oxiratning bo'lishi to'g'riliq gumondidir. Oxiratda bo'ladigan ishlar to'g'riliq ko'rdir deb ma'no aytgan. Muhim nuqtalari.
Allah Taala barcha madhiya va maqtashlarga tamoman sazovardir. Ikkinchi, qandaqlı bir payg'ambarning nomi sharifini tilga olganda yoki anglaganda alayhissalom, ya'ni uning amonlik bo'lsin deyish islomiy adab axloqning jumlasidan sanaladi. Uchinchi, tavhid aqidasi insoniyatning asl aqidasi bo'lib, shirik va butparastlik insoniyat aqidasiga sirtdan kirgan xurofotlardir. To'rtinchi, o'lgandan keyin terilishga iymon keltirish samoviy dinning o'rtaq aqidasi bo'lib, uni inkor qilg'uvchilar mo'min bo'lolmaydi. Beshinchi, diniy aqidaning manbasi vahiydir. Aql uning yordamchidir. Kofirlarning terilish haqida e'tiqodi. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. Kafirlar biz ve bizning ota-bobolarimiz to'pa bo'lib ketgandan keyin terilib qabrimizdan cho'qim chiqarilamdiq. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. Haqiqatan biz ve ota-bobolarimiz ilgari bu haqda ogohlantirilgan edik. Bu faqat burunqilarning afsonalaridan boshqa narsa emas edi. Emas dedi. Qul siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mujrimin. Ey payg'ambar, bu kofirlarga yer yuzini kezib, gunohkorlarning oqibatining qanday bo'lganligiga qarab beqinglar degan. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. Sen ular sebeplik kaygırmağın. Ularның hiyli mikirden için sıkılmışsın. ويقولون متى هذا الوقت إن كنتم صادقين. Ular, eğer sözünlerde rastçılardan bolsanlar, sizler bizge tehdit silavatkan şu azap kaçan düşüdü deydi. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. Etqinki, sizler aldırıp ketken azapdan bir kısmı yakında beşinlarga kelişi mümkün. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. Şeksizki Rabbin insanlarga tolum merhametliktir, şuna azapını keçiktirdi. Ama onların tolisi şükür kılmaydı. وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. Hakikaten Rabbim ularning dillarda yoshirganlarini ve aşkar qilganlarini albatta biladi. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. Asman ziminde roşan kitapqa levhul mahfuzga yazılmagan hiçbir sır yok. Tefsiri. Allah Taala'nın peygamberge ve ahiret günüge işenmeydigan kafirler İslam davetiga qarshi chiqib mundaq dedi. Biz ve ata-bobolarımız ölüp, bedenimiz çirip tuproq bo'lib ketgandan keyin hesap berish uchun terildirilib, rastliq qabrimizdan chiqara olamdiq. Bu ishongili bo'ladigan bir so'z emas. Bizga ve bizning ata-bobolarimizga ilgirma mushundaq ogohlantirishlar berilgan ve mushundaq so'zlar aytilgan. Shuna deymizki, sizlarning bizni ogohlantirayotgan bu so'zlaringlar burunqilarning afsonalaridan boshqa narsa emas. Sizler bizge aşı efsanelerni da'vatsizlar. Demek bu kafirler ölgenden keyinki terilishni inkar qildi. Amma Allah Taala ularning bundaq inkar qilishining sababini obdan biladi. O bo'lsa-mu ularning qalbiga singib ketgan dunyo sevgisi ve dunyo manfaatlariga cho'qinish edi. Allah Taala ulardagi bu illatni davolash uchun payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalomni ularga yer yuzini kezib chiqinglar, xususan Hijaz, Sham, Yemen qatorliq joylarni kezib chiqinglar deyishga buyurdi. Bu ularning o'zlaridan ilgari o'tgan Ad Samud qatorliq qavmlarning o'z payg'ambarlarini inkor qilganligi va Alloh taologa asilik qilganligi tufaylidan halok qilinib xarobiga aylanib qolgan qo'ru joylarni ko'rib ibrat elish uchun edi. Chunki ilgirki ummatlarning halok bo'lishi ularning o'zlariga avatilgan payg'ambarga ergashmaganligi, u ilib kelgan dinga qarshi chiqqanligi va kufrda chong turib olganligi tufaylidan edi. Keyingilarning burunqilar yashgan yurtlarning xarobilarini ko'rib, ularning oqibatining qanday bo'lganligini va nima uchun halok qilinganligini bilib ibrat elishi va shunday halokatning o'zlari kelib qilishini qo'rqib bo'lsa-mu, haqiqatga qarshi chiqmasligi kutiladi. Shunga Alloh taolo ularni xarobiga aylangan yurtlarni kezishga buyurgan. Ey insonlar, bu dunyoning ne'matlariga aldanib ketib, oxiratlikni unutib ketmanglar. Oxiratlikni unutib ketmanglar. Chunki bu dunyolik ne'matlar vaqtlikdir. Ama ahiretning ne'matlari mangulikdir. Shunga sizlar hargiz bu dunyoga aldanib ketmanglar. Ey payg'ambar, sen qavmingni iymon etmadi deb beram bo'lmagan.
Ular sababli qayg'urmag'in. Ularning sana suiqasd qilish uchun har xil hiyla mikrlarni planlaganligi va turli qilmishlari tufaylidan ko'ngling siqilmasin. Alloh taolo seni cho'qim ularning suiqasdlarini qo'g'daydi. Sana va sening diningga albatta yordam qiladi. Seni kishilarning yomonligini saqlaydi. Ey payg'ambar, bu kofirlarning ahmoqligiga qaragan. Ular o'zlari ogohlantirilgan azobga aldirayotamdi. Shu azob qachon keladi deb seni masxir qilishyaptamdi. Bu kofirlarga aytganki, sizlar aldirab ketayotgan bu azobning bir qismi yaqinda cho'qim beshinglarga keladi. Rost degandek, ular ilgari ogohlantirilgan azob uqubat ularga Badr g'azotida va boshqa g'azotlarda kelgan edi. Ular o'lib qabriga kirishi bilan boshlangan azobmi, ular ogohlantirilgan azoblarning bir qismidir. Ammo oxiratning azobi haqiqatan dahshatli bo'lib, kechikib kelsimi cho'qim keldi. Ular bu azobdan hargiz qochib qutula olmaydi. Ey payg'ambar, shuni unutmaganki, sening Robbing insonlarga haqiqatan to'liq rahim shafqatli zot bo'lib, bu dunyoda musulmon kofir deb ayirmasdan hammaga yaxshilik qiladi. Hammaga rizq beradi va hammani parvish qiladi. Ammo mo'minlarga hidoyatdan iborat katta sovg'atni ato qilganligi alohida cho'ng iltifot va xos marhamatdir. Alloh taolo kofirlarga rahim shafqat qilib, ularning to'g'ri yo'lni tepishi uchun keng fursat berdi. Jazosini kechiktirdi. Sening Robbing oshkora va yoshirin hammani va jimi g'ayiblarni bilib turdi. Osmon zaminda hech narsa unga maxfiy emas. Osmon zamindagi hamma narsa lavhul mahfuzda deb atilgan cho'ng divanga yozilgandir. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Yani iyi oğlum kılmışın kışıcağılık narsı bulup o uyul taşının içinde ya asmanların kışıda ya ki zımının asılı bolsun Allah onu oturga çıkardı. Şeksiz ki Allah inçiki gözetkişidir, hemiden haberdardır. Mühim nöqtələri kafirlərin səfsətləri özgərməydi. Ular hər zaman aşı səfsətlərini bazarga salmaqçı boludu. Allah Taala bəndlərə naidi bək rəhim şəfqətli bolğanlıqdan cəzağa tegishli bolğanlarga tövbə qilish üçün fürsət berdi və dərhal cəzalamaydı. Kafirlər və zalimlar cəzasını tapmay qalmaydı. Allah Taala bu dünyada bütün məxluqatını pərviş qıldı və onlara mehribanlıq qıldı. Möminlərə rızıq bərgəndə kafirlərə rızıq berdi. Amma axiratning mukofoti və cənnəti möminlərə xasdır. 5. Allah Taala'nın ilmi cheksiz bo'lib, hammani to'liq va aniq biladi. Barcha g'aybni Alloh taolo o'zi biladi. Ta qiyomatgacha bo'ladigan ishlarning hammasi lavhul mahfuzda yozilgan. Qur'oni Karim va Muhammad alayhissalom. Bismillahirrohmanirrohim. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن دلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. Tərcümesi şəksiz ki, bu Quran İsrail evladığa olan ixtilaflaşqan nərslərinin nurğununu bayan qılıb verir. 77. ayet bu Quran iman etqanlar üçün həqiqətən hidayətdir və rəhmətdir. 78. ayet. Ey Peyğəmbər, şəksiz ki, Rabbin onların arasında qiyamət günü özünün adaletli hökmünü içiqirdi. Allah mutlaq qalibdir, hər nərsini bilgücüdür. Sən Allahqa təvəkkül qılğın, şəksiz ki, sən o poçuq həqiqət üstüdəsən. 80. ayet. Əlbəttə, sən ölüklərə, yəni qalbi ölgən kafirlərə haqni anlatılmaysan. Arqısını qılıb səndən yüz örgən qaslarga mı dəvətni anlatılmaysan. Sən dili korlarını azğınlıqdan çıxırıb hidayətə erişdirgüç eməssən. Sən dəvətini faqat bizning ayətlərimizə iman edib müsəlman bolğanlarga anlatalaysan. Təfsiri. Aldıq ayətlərdə ötən dəlillər Allah Taala'nın kamali sifətlərini bayan qilish bilan bir vaqtda Qiyomet gündeki terişinin haqlığını tixim güçləndirgən olub, Allah Taala'nı tunuş bilan ahiretga işinishdən ibaret bu iki məsələ İslam aqidəsinin yadrosudur. Bu orunda Qur'on-i Karimning Allah Taala'nın sözü və onun Peyğəmbərimiz Muhammed alayhissalomning mo'jizasi ekanligi qayta ta'kidlangan. Yahudilarning qo'lidagi Tavrat bilan xristianlarning qo'lidagi Injillar ko'plagan o'zgartirish, buzilish
va burmilishlarga uchragan bo'lsa-mu, aslidagi samoviy kitobning haqiqatlaridan qolib qolgan az so'l izlari bor edi. Qur'oni Karim burunqi samoviy kitoblardan Tavrat va Injillardagi qolib qolgan haqiqatlarni tasdiqlaydigan va ahli kitob o'zgartirib o'tganlarni o'tirg'a chiqargan ulug' kitobdir. Alloh taolo Yahudilar to'g'riliq yuharrifunal kalima an mavadi'ih va nasu hazzam mimma zukkiru bih. Ya'ni ular Tavratdagi so'zlarni o'z o'rnidan o'zgartirib etadi, ular o'zlari uchun qilingan nasihatning bir qismini unutadi. Degan bo'lsa, xristianlar to'g'riliq va minallazina qalu inna nasara ahazna mithaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bih. Ya'ni biz xristianmiz deganlardanmi chin va'da olgan edik. Ular Injilda o'zlariga qilingan nasihatning bir qismini unutadi degan. Tavratning bir qismi unutilib ketish bilan zoya bo'lgan bo'lsa, qolgan qismi qasddan o'zgartirish va burmalash bilan zoya bo'lgan. Bu musibatdan Injillarmi nasibasini olgan bo'lib, xuddi Yahudilar asli Tavratni zoya qilib o'tgandek, xristianlarmi asli Injilni zoya qilib o'tgan. Hozirgi Tavrat bilan Injilning aslidagi Tavrat bilan aslidagi Injil emasligini va hozirgilarni keyincha bir qancha avtor yozib chiqqanligini Yahudilar bilan xristianlar o'zlari e'tirof qiladi. Asli Tavrat bilan asli Injilning zoya bo'lib ketganligi sababdan Yahudilar bilan xristianlar o'tirsida va bularning o'z oralarida ko'plagan ixtiloflar va ziddiyatlar mavjud. Ammo Qur'oni Karim o'zining to'g'ri va haqqoniy qissalari, keskin hukmlar orqali ularning o'tirsidagi ixtiloflar haqida haq so'zni qilgan. Alloh taolo ahli kitobga xitob qilib bundoq degan: "Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum va la taqulu alallohi illa al-haq. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه." Yani ahli kitap, yani Hristiyanlar, dininglar to'g'risida haddinglarni oshmanglar. Alloh to'g'riliq faqat haq gapni qilinglar. Masih Maryam o'g'li Isa faqatla Allohning payg'ambaridir. Allohning Maryamga tushirgan kalimasidir. Alloh tarafidan kelgan bir haqdir. İsrail evladı Hazreti İsa aleyhisselam to'g'riliq nayet cho'ng ixtiloflarga tushgan bo'lib, Yahudilar İsa aleyhisselamning payg'ambarligini e'tirof qilmaydi. Uning onasi Hazreti Maryamga zina qilgan deb tuhmat qiladi. O'z vaqtida ular İsa aleyhisselamni o'ldirishni planlagan bo'lsa-mu, Alloh taolo uni ularning suiqasdidan saqlab qolgan va uning o'rniga boshqa birisi da'vo qilgan. Xristianlar İsa aleyhisselamni e'tirof qiladi, ammo uni ulug'lab ilohlik darajasiga ko'tarib oladi. Xristianlar ba'zi İsa aleyhisselamni iloh desa, ba'zi ilohning o'g'li deydi. Ko'pinchisi uni 3 ilohning biri deb e'tiqod qiladi. Chunki ularning e'tiqodida Allah iloh, Allah, İsa va muqaddas ruh qatorli qushdan tarkib topgan bo'ladi. Ammo Qur'oni Karim Hazreti İsa aleyhisselamning haqiqatini jakarlagan holda uning Alloh taolaning payg'ambari Hazreti Maryamga tashlagan kalimasi va Alloh taolo tarafidan kelgan bir ruh ekanligini bayon qiladi. Qur'oni Karim hammaga shuni jakarlab deydiki, İsa aleyhisselam Alloh taolaning bandasi. How to articulate thoughts into words more clearly. All it takes is 50.
Running breaks your joints. Tai Chi builds them back. After 15. Oh, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. This is your brain when you're struggling to focus. And this is your brain when you're in the zone. But